Andijonlik opa-singillarimiz bilan bugun birgalikda Chiko va Nalichi Shoes do'konlarini obzorini qilamiz. Birinchi qavatda bo'lsa, kichkina bolalardan tortib o'smir bolalargacha oyoq kiyimlar, kiyim-kechaklar, xullas bolalarga nima kerak bo'lsa, hamma narsani topsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatda mana shu oyoq kiyimlarning narxi doimiy 29 ming so'm ekan. Ikkinchi qavatda krossovka deysizmi, tufli deysizmi, mokasinka, cheshka, xullas baletkalar va eng so'nggi trenddagi oyoq kiyimlarni sotishar ekan. Ikkinchi qavatda shunaqa kiyim-kechaklar ham sotishar ekan. Mana hozir 3-qavatiga chiqyapmiz. 3-qavatda bo'lsa, eng so'nggi trenddagi arzon narxlardagi sumka deysizlarmi, koshlok deysizlarmi, notebooklar uchun sumkalar, xullas hamma eng so'nggi trenddagi sumkalari bor ekan. Manzilimiz ham kelish uchun juda ham qulay. Ortimda Mumtoz savdo markazi turibdi. Shu Mumtoz savdo markazida Lenskiga yurib, Ustur kafesini oldidan yurib kelganinglarda mana Nalichi Shoes bilan Chiko magazinini ko'rasizlar. Agar siz ham andijonlik bo'lsangiz, bu videoda andijonlik tanishingizga albatta yuborib qo'ying.